Farg'ona shahar markazi 10-maktabning ko'chasida yangi qurilgan 5 qavatli novostroykani 3-qavatdan 79 kvadrat maydonga ega. Hujjatida 2 xona, 3 xona qilingan kvartirani sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hali ko'p yashalmagan, ko'rganingizdek svesh holatda turibdi, remontlari urinib ketmagan. Bu yerni mana bitta zal qilib yuborishgan, ko'rib turganingizdek. Yonida esa bitta kichkina xona qilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin. Tomon esa tashqaridan kirish qismi. Koridorga ham radiatorlar o'rnatilgan. Bu yerda shkaflar qo'yib ketilgan, bu yerda esa yotoqxonasi joylashgan. Yonida esa oshxona. Kattagina oshxona, ko'rib turganingizdek, oshxona jihozlari qoldiriladi. Bemalol o'tirib ovqatlanish uchun ham joy yetarli. Bu yerda esa umumiy sanzor. Alohida restorlargacha o'rnatilgan, oyoqdagi devorlarga kafellar qilingan, yaxshi holatda turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Shahar markazi 10-maktab yaqinida joylashgan 5 qavatli yangi qurilgan uyni 3-qavatida 3 xonali kvartira. Shu turishiga do'stlar $52 ming so'rashyapti. Albatta kam bor. Quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilib egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Shunaqa uylarni o'tkazib olmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada.